endi? 23 yoshga endi to'lasiz. Mana misol boshingizda operatsiyalar bo'libdi, qiyinchilik ko'ribsiz. O'zingizda misol aytganingizdan ham yo telefoningizda ham bugun ko'rganimda rasmlaringiz chiqdi, ko'rdim. Operatsiyada yotganlaringizni rasmini ko'rdim telefoningizdan, to'g'risida. Shu qiynalib yotgan vaqtlaringiz o'sha or nomuslilarni orri qayerda edi? Nimaga shu vaqtgacha u o'zbekka shuncha qazoq qurib qopdimi deganlar, o'zbekka nimaga suyulyapsan, nimaga suykalyapsan deganlar. Siz qiynalib, siz bonagida hech kim qiynalib, qiyinchilikda yurgan paytlaringiz o'shalar qayerda edi? Nimaga o'shalar bo'lmagan o'shalar? Aytingchi, bo'lganmi shular? Bo'lgan yo'q. Mana. Endi el xalq tanidi bu qizni. Yordamim teggan bo'lsa xursandman. Yuzini issiq qildi, tirikchiligini qilyapti, xursand qilyapti, ijodini qilyapti. Yoqtirgan odamlar sovg'a tashiyapti, el xalq taniyapti. Ana endi bularni or nomusi uyg'ondi. Shu paytgacha bu operatsiyalarda yotib, yurak parol bo'lib, bir o'limdan qolib yotgan payti ularda oriyati yo'q edi. Ori yo'q edi ularda. Endi bu qiz mashhur bo'ldi-ku. Endi bu qiz o'zini tiklayapti-ku. Endi bu qiz yaxshi hayot kechiryapti-ku. Endi ularda ori paydo bo'ldi. Shu paytgacha yo'q edi ularda ori. Oriyati yo'q edi ularda. Ya. Жаңағы видео салып, өзінше бір-екі ағалар намысы оянып жатқан ағаларды айтып жатыр. Кезінде болды ма деп сенің қасымда, менің қасымда олар болған жоқ. Бірақ білетін да ол адамдар менің тоже сол кезде қатты қиналып жатқанымды. Бірақ өтірік қазір ар намысы оянып, осындай кезде қол көмек созғысы келіп жатыр да, типа уайымдап жатыр мені. Просмотр үшін, для просмотра просто. Тек кетмеймін. Сізге кім кетесіз деп айтты? Men ketsam, mana shu mashmashalar, mana shu g'iybat qilayotganlar sizlarni tinch qo'yadimikan deb o'ylayapman. Mаған bәрібір, Sardor. Кім не десе о дей берсін. Олар білмейді ғой менің өмірде қандай екенімді. Сіздің де өмірде қандай екеніңізді білмейді. Ал мен сізді көрдім өмірде қандай адам екеніңізді. Сіз де көрдіңіз мені. Тек жанымызда адамдар ғана біледі біздің қалай қиналып та жүргенімізді, қандай күн кешкенімізді, қандай қиындықтар болды, қалай ауырдық. Осы күнге дейін жанымызда жүрген адамдар ғана біледі. Бұл кісілер ештеңе білмейді ғой, бұлар тек біздің видеоға шыққанымызды, TikTok'ты ғана көреді болды. Ой. Yetar tushunib oldingiz bu gapini, o'zingizdan tushunib oldim. Бұлар қазір жазады, жаңағы негатив жазып жатқандар. Болды, ертең жоқ, олар біз үшін алаңдамайды. Біз үшін жаңағы видео қойып жатқандар да, олар мен денсаулығымды, мені уайымдамайды олар. Просто қазір біз хит сондай бір ректен шыға бергеннен кейін, көп просмотр болып жатқаннан кейін, олар да соны пайдаланып, просмотр жинағысы келеді, болды. Кім Сардор екеумізді айтып жатыр? Достар, біз талқылап жатыр, обсуждать етіп жатыр. Олар уже сразу түсіне беріңдер. Просмотр жинағысы келіп жатыр. Әйтпесе бізде не істейді олар? Бізді не істейді? Жаңағы видео салып жатқандар айтыңызшы. Біз оларға керек те емеспіз ғой. Просто обсуждать и просмотр. Просто endi meni o'zi shunday ham gapirib tuydirib yuborishgan. Men o'rganib qolganman. Ko'rolmaydiganlar ko'p meni. Men o'zimdan emas, sizlarni o'ylayman, erta meni deb yomon otliqqa chiqib, yomon insonlarga aylanib, meni ko'pchilik meni orqamdan sizlarni ham yomon ko'rib. Не үшін? Misol deyman-da, mana shu insonlar. Главное, я знаю в жизни я какая. Вот. Мен өзімнің қандай адам екенімді білемін. Маған басқаның не айтатыны ол маңызды емес. Ол sizin de mаңызды болмауы. Aşağıda mana shu efirimizni kuzatayotgan insonlar
sen realniy ko'ngillaringdan kuzatib kelyapsizlar, ko'rmassizlar yoki karmassizlar. Realniy masala turgan. Endi o'zimizda o'zbeklarda ichida bor unaqa narsa. Mana meni ko'rolmagan nechtasi ko'pligi uchun ana bo'lib yuribman. Mana shu yerda turgan qozoq bovurlarimiz flag bilan ko'ngillaringda aytinglar. Mana opalarim, akalarim qolaymi ketaymi? Qozog'iston flagi bilan aytinglar. Flag bilan, bayroq bilan tashinglarda fikrlaringni bildiringlar qani. Mana bovurlarimizni men fikrini eshitaman. Chunki men sizlarning uylaringda mehmonman, sizlarning yurtlaringda mehmonman. Sizlar nima desanglar shu bo'ladi. Ne үшін олар тыңдайсыз, ешкім тыңдамаңыз. Главное, sizde hurmatli odamlar tыңдаңыз bo'ldi ғой. Hamma qozog'istonliklar qoling deb yozyapti. Mana shuncha inson bor ekan. Shuncha inson bor ekan. Rahmat. O'zini qoldirmayық. Бұл кісі біздің елге қонақ болып келді. Сендер өздерің просто негатив жазып жатқандар, қандай адам екендеріңді уже түрлеріңді көрмей-ақ біліп қоясың да, мына жақта жазып отқан адамдардың қандай адам екенін ше. Осындай бір наоборот қонақжай болу керекпіз ғой біз. Сіздер наоборот істеп жатсыздар да, мында бір өздеріңіздің қалталарыңыздан бір ақша шығып жатқандай, или біздің күнде бір тамағымызды или таксимізді төлеп жүргендей бір көмектесіп жатқанда да ешкім жоқ қой мына жерде, бір өзінің қалтасынан ақша шығып кет деп жазатын ше. Сіздер просто сөзбен ақ нете аласыздар да. Просто жақсы нәрсе жасайық, Сардорға болды. Men o'tgan safar kelib meni ko'nglimga og'ir tushgan. Bu birinchi marta emas multik. Men o'tgan safar ham Qozog'istonga kelgan paytim, o'zimizda o'zbeklar meni qozog'istonlik akalarga yomon tarafni ko'rsatib, meni bir ikkita qozoq bavurlarim ko'nglimda qoldirgan. Hech narsa demaganman. Qozog'istondan shunday chiqqanman, ketganman o'tganda. Menga muammo kerak emas. Men hurmat qilgan insonlarni hammasini hurmat kerak bo'lsa, nasib bo'lsa agar uylansam 3 kecha 3 kunduz Qozog'istonda to'y beraman. Qozog'istonda o'zida 3 kecha 3 kunduz to'y beraman. Har bir keladigan to'yxonamizdagi har bitta insonlar mingtadan kelishadi. Agar o'sha kunga Xudoyim yetkizsa 3 kecha 3 kunduz Qozog'istonda to'y beraman. Almatada katta to'y beraman. Katta bir to'y beraman. Nasib bo'lsa. Xudo xohlasa. Онсызда бір 2-3 күнде кетесіз ғой, сіз уже 2-3 күн ғана қалды ғой. Сол үшін жақсылап күтейік, жаман нәрсе жазбайық Сардорға. Qozog'istonda agar yo'qsa, qozoq xalqi meni hurmat qilsa, qozoq xalqi meni paddeshga etsa, qozoq xalqini ko'nglidan joy egallasam, mana shu Almatada menga shaharlaring juda yoqdi, juda ham chiroyli uy olaman. Shunday uy olaman. Qozog'istondan shunday uy olaman. Shaxsiy uy sotib olaman. Qo'limdan keladi, kuchim yetadi. Qozog'istonda Qozog'istonda yashayman. Yashayman. Qabul qilishsa, endi millatchilikni yomon ko'raman. Chunki sartsan, sen busan, sen o'zbeksan, sen busan desanglar men chidalmayman. Chunki men o'zbekman, faxrlanaman. Любой joyda aytaman, men o'zbekman. O'zimga bekman. Qozog'istonda ham o'zbekman. Dubayda ham o'zbekman. Osmondagi oyga chiqsam ham o'zbekman. Men faxrlanaman o'zbekligimdan. O'zbekistonligimdan faxrlanaman. Lekin bu yerda ham bir uy qilib, bu yerda ham bir vatan qilib qo'ymoqchiman. Sizlarga barsak мысалы, ондай жасамайды ғой нацистіге, қазақ кетті ғой деп ше, ya? Naborot bizda yo'q. Bizda ulkan olisdan kelgan, ya'ni qo'shni bir boshqa davlatdan kelgan insonni ko'chada ko'rib qolsa,
u mashhur inson bo'lib yotishi shart emas. Oddiy bitta o'sha misol olaylik, Qozog'istonlik bo'lsa, bizda ko'rgan ko'chadagi o'zbek kel, mehmonim bo'ling, uyimni darvozasini eshigini ochib, ko'chada ko'rsa, uyimni to'rida o'tirib bir piyola choy ichib ketmasangiz, men deydi xafa bo'laman deydi. Bizda O'zbekistonda unday narsa yo'q. Bizda O'zbekistonda lubo bitta kambag'alni uyiga to'g'ri kelib qolsang ham, uyini to'ridan joy beradi. Bizda millatchilik qilmaydi onasini ham. Mana realni borib ko'ringlar. Mana meni Qashqadaryoyimga borib qolsanglar, qo'chqor so'yib mehmon qiladi. Qo'chqor so'yadi. Birdan oyog'ing tagiga u deydi, Tojikistondan keldingizmi? Qozog'istondan keldingizmi? Qo'chqorni shunday yiqitadi, qo'chqorni shunday so'yadi, tandirni shunday iladi. Tamom. Bizda shunday qo'noq qiladi. Bizda millatchilik qilmaydi. Bizda yo'q unaqa narsa. Mana boring ko'ring. Mana lubi kambag'al oila